Hammaga salom. Bizda mana ertalab bolalarni maktabga jo'natishga harakat qilyapman. Menga nimasi yoqmaydi? Maktablarida zavtrak berishadi, anaqa. Obeddan berishadi, no yaxshi ovqatlamasdi, mana. Bir berib qolishadi, tuzliroq ovqat. Lekin mana bunaqa pizza, qanaqadir nachoslar, umuman mana bolalarga berib bo'lmaydigan narsalarni berishadi-da, o'shanga har kuni ertalab turib o'zingiz bolalarga ovqat berishingiz kerak, yuborishingiz kerak, mana bunaqa lunch boxlarga solibchi. O'g'lim aytibdi, "Yo, bugun maktab ovqatini yegim kelyapti. Jinnicha ovqat bo'lsa ham bir paytda yaxshi ko'radi o'shani yeyishga." O'g'lim qizim bo'lsa, "Yo'q" deydi, "Men yoqtirmayman" deydi. Mana bunaqa chicken nuggets qildim qizimga. Mana bunaqa lunch boxim bor, ichida termosi bilan mana. Termosni birinchi 20 minutga qaynagan suv ichiga solib qo'yaman-da, suv tursin deb. Endi ichiga solib qo'yaman. Bu yerda menda klubni, bodring, grape nima derdi? Uzum. Keyin mana Mamatga o'zi solinishi kerak. Mana muzlatmachani men endi chetga solaman, chunki ani go'shtiga tegmasin-da, mana fruktalari muzdek bo'lib tursin deb mana shunaqa chetga solib qo'yaman. И обязательно bolaga suv beriladi. Kelasiga suv. Ertalab adasi olib boradilar anaqaga o'qishga, chunki men aytdim, men zavtraklarini qilaman, hammasini siz bo'lsangiz maktabga olib boring deb shunaqa biz gaplashib olganmiz boshidan. Endi, конечно, если ishga vaqtga ketish kerak bo'lsalar, или komandirovkada bo'lsalar, men o'zim olib boraman. Okay guys. Mana o'zligi tanlashadi narsasini. Okay, white shirt and then you need to get yubkani qara. I don't have white pants though. No white pants. You need to have your school uniform. Yes. This one? Yes. This one? All. Either one. Bo'ldi, tayyor bo'lishdi. Yuringlar endi. Atirlarni sepyaptilar o'g'lim. What kind of cologne you use, JJ? Summer spray. Summer spray? Yeah, I use the alligator spray. O'qituvchisiga This chizib is qo'yibdi. my favorite. Mana ikkita o'qituvchisini rasmi. And this is Miss Clark's. Ularda ikkita o'qituvchi har kuni borib rasmlarga to'ldirib tashadi o'qituvchilarim. Men bilan qizim uydan keldi-da, yangi uy sotib oldik-ku, o'sha uy ichida u Airbnb bo'lganda, otelga o'xshab sdavatsiya qilingan. O'shanga keyin hammasini shu yerga olib keldik, keyin o'sha qizim o'tdan ketgandan keyin Airbnb qilamiz-da. O'shanga turibdi shu yerda. Anta hali remontimiz ketyapti. Bolalarim kimga o'xshaygan? Show me your face. Mana bu bittasi. Bu mana ikkinchisi. Bu mana otasi. All right, let's go. O'zimga o'xshashgan.